Inson tanasida bo'g'imlarni biz katta va kichik bo'g'imlarga bo'lib o'rganamiz. O'shalardan eng kattasiga kiradi yelka bo'g'imi, chanoq son bo'g'imi va tizza bo'g'imi. Mana shu juda ko'p kasalliklar uchraydigan bo'g'imlar ham mana shular. Chunki bularni biz juda ko'p harakat qiladigan bo'g'imlar. Bularni jismoniy zo'riqishi ko'p. O'shaning uchun ham kasalliklar juda ko'p orttirilgan hayot davomida orttirilgan kasalliklar mana shu uchta bo'g'imda uchraydi. Qolgan autoimmun kasalliklar tufayli bo'ladiganlari artrit, poliartrit, revmatizmlar bular kichkina bo'g'imlarida ham uchraydi. Yelka bo'g'imi, tizza bo'g'imi, son chanoq bo'g'imi. Undan qolgan hammasini biz mayda bo'g'imlar deymiz. Bo'g'im kasalliklarini keltirib chiqaradigan sabablar juda ko'p. Lekin hozir ko'proq o'rganib, o'z isbotini topgan sabablardan birinchisi bu kam harakat va ko'p harakat. Vaznning oshiqcha vazn borligi va biz hayot davomida qanchalik ishlatishimizga ham bog'liq. Mana shu sabablar bo'ladi. Yallig'lanish tufayli bo'ladi. Bo'g'imning ichidagi bo'g'im suyuqligi bo'ladi. O'shani kam ishlab chiqarish sabablari bo'ladi. Bular juda ko'p uchraydigan sabablar. Bo'g'im kasalliklaridagi uchraydigan belgilardan birinchisi bu og'riq, ikkinchisi bu shish, uchinchisi bu harakatning cheklanishi. Kuz, qish oylarida harorat pasayishi tufayli ko'pincha o'sha kasalliklar xuruj qila boshlaydi. Bo'g'im kasalliklarida juda ko'p uchraydigan bu artroz kasalligi va artrit kasalligi. Ularning farqi. Artroz bu bo'g'imlardagi o'sha bo'g'im ichidagi tog'ay to'qimalarning yemirilishi, degenerativ holatga kelishini tushunamiz. Artrit deganda uni biz yallig'lanishini tushunamiz. Yallig'lanish o'sha havo sovuq tufayli ham bo'lishi mumkin, infeksiya tufayli ham bo'lishi mumkin. Spondiloartrit degani bu umurtqalar aro bo'g'imlar ichida uchraydigan kasallik. Spondiloartritning ham turlari bor. Spondiloartrit bu boya aytganimdek umurtqani o'rtasidagi bo'g'imlar yiylanishi tufayli kelib chiqadi. Shunaqa holat ham bor. Bexterova degan kasallik bor. Lekin uni biz aytamizki, ankilozlovchi spondiloartrit deymiz. Ankiloz nima? Ankiloz o'sha bo'g'imni o'sha yiylanib bo'lib, u o'zini faoliyatini to'xtatdi. Ana shuni biz ankiloz deymiz. Yopishib qoladi. Endi o'sha bo'g'im o'zini funksiyasini bajara olmaydi. Buni belgilari mana bo'yinda mana shunaqa qilib yurishadi, qotib qolgan bo'ladi. Mana bunaqa qilib bo'yinlarini ular burila olmaydi, butun tana bilan burilishga majbur bo'lishadi. Chunki yopishib qolgan, bo'g'im ishlamayapti. Belda ham xuddi shunaqa. Bexterova kasalligi ko'p harakatlanadigan qismi umurtqani, ko'p harakatlanadigan qismida uchraydi. Demak, bu bo'yin bilan bel dumg'aza sohasi. Gonartroz kasalligi bu bo'g'imni qarishi deb atasak yanglishmagan bo'lardik. Bo'g'im ishlayveradi va o'sha ishlaganiga qarab faoliyati susayib ketaveradida, masalan, yoshga nisbatan shunaqa paytlarda bo'lgan edi-ku, biz o'qigan paytlarimizda artroz kasalligi 65-70 yoshlarda ko'proq uchrar edi. Yoshlarda juda kam uchragan. Hozir o'sha kasallik ham yosharib, afsuski, yoshlar o'rtasida ham biz juda ko'p kuzata boshladik. Bo'g'imlarimiz borki, inson har xil harakatlar oldik, qo'ydik, ko'tardik, tushardik, egildik, bukildik, mana shu narsalarni hammasini yuramiz. Mana shu harakatlarimiz bo'g'imlarimiz ta'minlab beradi. Men nima demoqchiman? O'zi shundoq ham juda ko'p ishlaydi. Yana biz qirsillatib, uni o'rab turgan kapsulalarini
cho'zilishiga olib kelamiz. Mana shu qirsillatish tufayli ba'zilar aytishadiki, men yengillashdim deyishadi. Haqiqatdan shunaqa holat kuzatiladi. Sababi o'sha bizga diskomfort holatni berib turgan o'sha asab to'qima, asab tanachalarini biz cho'zganimizda ular ozgincha bo'lsa ham ishlab bizga vaqtinchalik yengillik keltiradi. Buni lekini bo'ladiki, keyinchalik bu odat tusiga kiradi va 1 martadan 3 marta, 5 marta, 10 martaga ko'tara boshlaymiz. Shu oqibatida kelib chiqadigan nojo'ya ta'sirlar paydo bo'la boshlaydi. Mana shu bo'g'imning nostabilligi bilan suv yig'ilishiga olib kela boshlaymiz. Kimda 1 oydan keyin, kimda 1 yildan keyin, kimda 10 yildan keyin namoyon bo'ladi bu narsa. Lekin baribir asorati bor bu zararli holat. Bo'g'im kasalliklarini davolanishida biz doimo beradigan tavsiyamiz bu aktiv hayot tarzi. Sport bilan muntazam ravishda shug'ullanish, modda almashinuvini yaxshilashimiz shart. Chunki mana hattoki o't qopi ham mana shu sinovial suyuqlikni ajralib chiqishida ishtirok etadigan ekan. Demak, o't qop ichki a'zolarimizdan boshlaymiz, qon aylanishini yaxshilashdan boshlaymiz va bizni o'zimizni metodikamizdan oladigan bo'lsak, har tekshirishlardan keyin bir qanaqadir holat aniqlanadigan bo'lsa, artroz aniqlanadi. Artrozda tavsiya qiladigan narsalarimiz bu mana insonda doimo qon aylanish yaxshi bo'lishi kerak. Kasallikni hammasini keltirib chiqaradigan ham, davolaydigan ham bu qon. Qonni yaxshi aylanishda biz tavsiya qilamiz resveratrol degan mahsulotimizni. Resveratrol bu mana vino sortiga mansub bo'lgan uzumlarning po'stlog'i va danagini fermentlash yo'li bilan olinadi. Buni ta'siri mana shu qonimizni suyultirib, suyuq qon aylanishi juda yengil bo'ladi qon tomirlarimizda. O'shanga qarab qon tomirlar kengayadi va qon aylanishi yaxshilanadi. Shu o'rinda o'sha bo'g'imga keyin tizzamiz, bo'g'imlarimiz uchun kerak bo'lgan mikroelementlar, nutritsiyentlar yetib bora boshlaydi.